vaqtdaki nasih mansux. Endi misha kelgan vaqtida Qur'on 23 yil jarayonida tushdi. Qur'on tushgan vaqtidagi u millatning ahvoliga qarasak, Sharq tarafida Persiya imperiyasi, G'arb tarafida Rum imperiyasi, ikki cho'ng imperiyaning o'rtada shu ikki imperiyaning bir-birisiga yiqilishib qolmasligini saqlagan qolganda ekandi. Ikki imperiyaning tashlab bergan niyat yashaydigan kishilardek madaniyat, sapa yoki iqtisod yoki davlat, siyosat degandek hech nimadan xoli shaklda tug'ilib, qo'yib vaqib, tugib vaqib, at minib, o'sib, uyg'onib, o'lib yashayotgan bir odamlar. Demak, u vaqtdagi arablarning ahvoliga qarasa, normal bir madaniyat jihatda taraqqiy qilgan so'z qilolmaydi. U vaqtdagi madaniyat sohiblari Sharq tarafda Persiya imperiyasi, G'arb tarafda Rum imperiyasi. O arablarda na madaniyatdan bayat deganda hech nimadan ig'zoch qilinmaydi. Hatto uning ig'zochi emas, o'zaro birisi bilan to'qinishib to'xtamaydigan bir holatlar mavjud. Endi Qur'on 23 yil jarayonida bularni alam qalam sohibi bo'lgan dunyoning sharq g'arbini egallagan bir millatga aylandi. Bu anda asosiy emas, bu bir cho'ng bir mo'jiza. Endi mushu jarayon ba'zi ishlarda tadrijiy mingishni taqozo qiladi. Tabiiyki, suhbatlar bilan o'zgartirib olmaydi bir kechada. So'zlar bilan hamma narsani o'zgartirib olmaydi. Bir millatning o'zgarishini cho'ngish ketadi. Buningda bu millat odatlanib qolgan nurg'un ishlar bayatni degandek ichimlik masalasi masalan. O nurg'un ishlar buningda dastlabda o'tirib qo'ygan hukm bilan eng oxirdagi hukmning tabiiy farqi bo'lishi kerak. Shu asosda Qur'on bularga muashta nima shaklda muomala qilgan, asta shaklda muomala qilgan, burun bir hukmlarni yo'l qo'ysa, kim bular pishib bitilganda bu hukmlarni amaldan qoldirib, yana bir hukmlarni yo'l qo'ygan. Endi bular bu darajadan atlagan vaqtida buni amaldan qoldirib, yana bir hukmni o'tirib, mishada ilgari tushirilgan hukm kim yeni bir hüküm bilen amaldan qoldirilgan bo'lsa, oldidagi hukmni biz mansux, ya'ni amaldan qolgan hukm, keyingi hukmni nasih, amaldan qoldiruvchi hukm deb qaraymiz. Endi bu nasih, mansux oyatlarni tushunishda o'lmani o'tirdim, har xil qarashlar va bu Alloh qalbini ochgan ahvolga qarab turib, ba'zilar Qur'onda nasih, mansux zodi yo'q. Ularning hammasininki qartilmalari va bir oyatlarninki xuddi amaldan qolgan bilan uningmi qana qiladigan ishlaydigan yeri bor deydi. Ba'zilar nasih, mansuhni kengaytirdi. Mushu haqdagi bir mulk, bu cho'ng soha endi bu yerda men sizlarga so'zlab bo'lmayman-da. Mush ahvollarni mufassirning kallasi bo'lish kerak.